Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi ishimiz ham Xudo xolasa mana bitta oxirgi ishlarimizni qilyapmiz. Ko'rib bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu ham oq 04 ga sliplari mokri, manasa nima qarang. Nima deydi? Seriya deydi. Ko'rib mana sliplarini ham qo'yib choyli qilib qo'ldan kelgancha choyli qilib ketyapmiz. Buni darvozaxonamiz uzunligi 24 metr. Ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Kimni uyiga kerak bo'lsa mana shu holat mana chiroyli chiqadi. Kam rasxat ham chiroyli o'ta bir chiroyli narsa chiqadi. Mana xoralarimiz ham sliplarimiz shu katta tarnov deyiladi. Mana shu katta sliplardan chiqadi. Mana shitlarni ham bekitib chiroyli qilib mana shunga o'xshadi. Mana bu holat. Kimni o'ylanay turgan bo'lsa mana shu holatda keltirib ketamiz chiroyli qilib qo'ldan kelganicha. Betlariga shu bunaqa travitin qilganda mana shu yopilib ketilaveradi. Xoralarimiz ham o'ta bir go'zal. Betimiz o'xshi hamma narsa ustun hamma narsalari bo'lib turib 305 kvadrat. Beyimiz 44 million 45 millionga yaqin pul chiqdi. Mana shu hamma narsa ustayu hamma narsa ichida. Karnovlarga hamma narsa bo'lib shunaqa o'zimizni bu ham tanish o'zimizni guruhimizda podpiskalarimiz edi, a'zolari edi. Anchadan beri bizni kuzatib borar ekan bu akamiz. Telefon qilib endi qo'ldan kelganicha arzonroq qilib berdik akaga. Mana shu holatga keltirib, o'ta bir chiroyli holatga keltirib ketdik. Endi quyosh tushyapti. Karnizlar ham o'zini yo'nalishida ochdi bu ham. Kimgadir travitinni ham ochrog'idan qilaman deydiganlarga mana shu rangni ham tavsiya qilamiz. Mana shu rang haqiqatan chiroyli bo'lib chiqadi. Mokridan seriya rang deyiladi bu. Mana ustakalarimiz ham oyoq tutadi. Ixtiyorjon nima gap? Charchab qolishlar yo'qmi axir? Ishlar qalay chiqdi? Uydagilar xursandmi ukajon? Xudo xolasa. Chotki bo'ldi. Alloh rozi bo'lgandan sizda. Yasham ukajon. Mana shu qo'li gul ustamiz mana shu holatga keltirib mana shu. Mana bu shogirdlari bo'ladi bu. Mana bu ham shogirdlar. 3 kishi mana shu yerda. 2 kishi deylik bu 2 kun bo'ldi. Necha kunda bo'ldi Nurbek? 10 kunda bo'ldimi yo 12 kundami? 10 kunda mana shu holatga keltirib berdik mana shu uyni akamizni. Va tashqarilarni ham bir qator sizlarga kuzatib o'tamiz. Mana pastroq jetdi. Mana shuni o'zini holatda chiroyli qilib ketdik. Mana shu holatga mana. Hozir mana shu ishimiz qoldi, keyin bo'lib ketamiz, xudo xolasa. Tashqarini ham ko'rsatib bir qator. Kimga mana shunaqa tunuka xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilaverasizlar. Sizlar bilan usta Sherxon. Endi uylaringni o'ta bir go'zal holatda keltirib, mana yonlarini ham chiroyli to'sib, qo'ldan kelganicha shu holatga keltirib ketamiz inshaalloh. Bu Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida Esa sentrda bo'ldi bu. Mana shu holatda. Mana svetlarni ham yoqib ko'rsatamiz. Mana shu holatda keltirib chiroyli qilib qo'ldan kelganicha shu holatga keltirib ketamiz. Inshaalloh uyaltirmasa, uydagilarga yoqsa, keyingi xonadonimiz xudo xolasa sizlar bo'lishlari mumkin. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Sizlar bilan usta Sherxon.